Nevroz shakllanishi uchun tabiiyki insonlarni yoshligidan yashab katta bo'layotgan oilaviy muhiti birinchi navbatda katta ahamiyatga ega va aynan nevroza simptomlari o'sha insonda paydo bo'lgan paytdan boshlab oldingi 2 yillik hayotini kuchli tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki yaxshilab ahamiyat bersak, o'sha 2 yillik hayotda qanaqadir stress moment va kuchli trigger bo'lgan bo'ladi va o'sha trigger u insondagi nevrozni kelib chiqishiga sabab bo'lgan bo'ladi. Asab tizimini maksimal darajada kuchli zo'riqtiradigan holat yuz bergan bo'ladi. Agar sizda shu kabi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, izohlarda yashayman so'zini yozib qoldiring. Men sizni o'zimni yopiq klubimga qo'shaman va klubda sizga nevroz, tashvishli holat, vahima va vahima xurujlaridan xalos bo'lish bo'yicha, depressiya bo'yicha eng yaxshi yechim va sir asrorlarini o'rgataman.